Bu уже fizlicheniyaning ikkinchi turi. Ya'ni tekin ikkinchi fizlicheniya. Issiqda, qizib turgan joyda, uylarda oyoqning yurishingiz kerak. Bu meditsina tomonidan ham isbotlangan. Qo'llanilmaydi, sababi tekin. Dorilarni sotish kerak-ku. Energiya olasiz yerdan. Xohlang anaqa turpoqda yuring. Xohlang asfaltda. Lekin qizib turgan bo'lishi kerak. 20 minut, yarim soat, 40 minutgacha yuriladi. Shunda issiqlik yerdan energiya olinadi. Qon 2 barobar aylanishni boshlaydi. Tezroq aylanishni boshlaydi. Buni hisobiga qon yaxshi aylangandan keyin xohlasangiz, xohlamasangiz sog' salomat yurasiz. Men yozda qilardim, endi sal vaqtliroq boshladim. Buni 10 kun, 15 kun qilgan odam shundoq sezadi.